Akalar yana bitta chiroyli muammoni topib qo'ydik. Qaranglar, chek yonib, salonda ventilyator katta bir o'tda ishlab qoladi to'xtamasdan. Tracker 12si borib akalar bitta ko'rsa bu videoni ancha o'zi uchun ham bilib oladi. Mashinada shunaqa chek yonib, mashina tortmay qoladi. Katta bir o'tda ishlayapti. Hozir buni sababini topdik mana. Massa chiqib yotibdi. Motorga qatirilgan massa bo'ladi, shu chiqib yotibdi massa mana. Ishga kirib qolib ketdi massa bag'da. Shu massadan bo'lyapti akalar. Motorga qatirilgan massa chiqib yotibdi. Ishga kirib tayda qoldi. Bu videoni Tracker 12 haydaydiganlar jo'natib qo'yinglar. Ustaga borsalar, ustalar arzimagan massani orqasidan talon pul olmasin. O'zlaring uchun ham bitta bilib olinglar.